Neşemizi davamlaştırmaz, hürmetli Uygur vatandaş. Endiki mavzudun birincisi de bugün 2022 yıl 3. ayının 13. günü vatandaşı. Endiki mavzumunda, yani Cumhur'un hazırlık ahvalı doğrusunda. Halk Vekiller Kurultayı'nın yığını yapıldı. Xi Jinping'nin chiroy ifodesi qiyin ahvolni oshkorlab qo'ydi. Mavzulu xabar 3. ayının 13. günü Cumhur nazorat orbitida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Cumhur Xalq Vakillar Qurultayı yapıldı. Bir abzasçımı Xi Jinping qatorliqlar qatnashdi. Naq maydoni televizorda ko'rsatish oshkorlanadiki, Xi Jinpingning chiroyi g'alati urilgan. U o'zining qiyin ahvolini oshkorlab qo'ydi. Tahlilchilar bundoq hisobladi. Diplomatiya ishki qurultayning mavzusi bo'lmasimi, siyosiy kengash qurultayi, xalq vakillar qurultayining mavzusi emas, diplomatik munosabatlar. Lekin Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilib ko'rishi, urushning giralishib ketganligi, Rossiyaning qo'llash siyosatining Cumhur siyosiy hokimiyatini davolg'ish elib kelganligi va bu davolg'ishni keskinlashtirganligi Xi Jinpingning 20. qurultayda yana bir qatam tayinlash mumkinligiga o'zgarish elib keldi. Başta nimizde tahi ifade bildirmedi. Rossiyani tajovuz demedi. Ahuvvelim dedi, adacıda buluş gerek dedi. Endi bu yerda muşlarning hammasi bir qiyofat, bir chiroy qiyofat shaklida Reis Xi Jinpingning chiroyida aks etdi deb xabar qilyapti. Cumhurga nazar sorbiti. Yana bir xabar. Rossiya umumiyuzlik embargo qilishga duchor bo'lganda Cumhurga tayinib ömrünü uzartıvatıdı. Bunundan Reis Xi Jinping bearamlık his kılıvatıdı. Mavzulu haber 3. ayının 13. günü Cumhurga nazar torbiti ilan kılındı. Haber ondak başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlar Prezidenti Joe Biden, Rossiya Prezidenti Vladimir Putinning Ukrainaga tajovuz qilib kirishiga taqabul turishgan tirishchilik ko'rsatayotgan bir paytda Washingtonning diqqat kuchi Cumhurning davlat raisi Xi Jinpingning vujudiga markazlashdi. Prezident Joe Biden hukumat a'zolariga, o'zining hukumat a'zolariga Xi Jinping va uning hukumati va boshqa davlatlar birlashib Rossiyani tajovuzchi deb ayblashni chaqiriq qildi. Demak, Jempisaki bir qatim keldi. Endi Prezident Joe Biden o'zi Cumhur hukumati Rossiyani tajovuzchi deb ayblishi kerak. Magap hozir yangidan o'tirib chiqdimi? Chiroy ifodasi, Reis Xi Jinpingning chiroy ifodasi dalman mushunaga munosib fikrga. Ya'ni Joe Biden, Prezident Joe Biden'ning fikriga munosabat. Nima deydi? Prezident Joe Biden o'zining hukumat a'zolariga Xi Jinping va uning hukumati va boshqa davlatlar birlashib Rossiyani tajovuzchi deb ayblashni chaqiriq qildi. O'xshashli Cumhurni mundoq ogohlantirdi. Agar Cumhur Rossiyaga eksport qilishni boshqarishdan baş tortadigan bo'lsa, aqibati intayin ig'ir bo'ldi. Masalan, baş nimada Rossiyaga tayinibla mavjud bo'lib turibdi Rossiya, buning uchun Reis Xi Jinping bearam bo'lyapti dedi. Hozir bu yerda Prezident Joe Biden nima dedi? Agar eksport qilishni Rossiyaga Cumhur boshqarmaydigan bo'lsa, buning aqibati intayin ig'ir bo'ladi.
Yana bir xabar vatandaş, bir abzatsın. Ama nima sendima vaziyatga munosabatlik abzatsini elib qoldi. Amerika hukumati Ukrainaga foydali bo'lgan diplomatik qadam tashlaydigan bo'ldi. Mavzuli xabar 3-oyning 13-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika davlat mahkamasida bir nafar bayonotchi shanba kuni bunday ko'rsatdi. Amerika Ukraina hukumati bizga foydali deb qaraganligi diplomatik tadbirlarni qo'llanishni xohlaydi. Bundan burun Ukraina prezidenti Zelenskiy mundaq degan edi. G'arb davlatlari bu urushni to'xtatish suhbatiga ko'p qatnashishi kerak. Bayonotchi mundaq ko'rsatdi. Biz Ukrainaning o'ziga foydali suhbat maydonida turishini qattiq qo'llayapmiz. Ya'ni Ukrainaning Rossiya bilan bo'lgan suhbatda Ukrainaning maydonini qo'llayapmiz. Amerika qo'llayapmiz. Qattiq qo'llayapmiz. Jumladan Rossiyaga besim ishlatish bo'yicha Ukrainaning vatanni qo'g'dishiga yordam beryapmiz. Amerika yana bir xabar. Amerika Ukrainani tank atar va davlat mudofaa harbiy qurol-yarog'lari bilan ta'minlashni tezlatdi. Boshqa qisman so'zildi. Endi bu yer yana bir xabar. Bu favqulodda ahvol. Amerika Ukrainani harbiy qurol-yarog' bilan ta'minladi degan so'z favqulodda ahvol vatandaş. Qurol-yarog'lar bilan ta'minlashni tezlatdi. Mavzuli xabar 3-oyning 13-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika hukumati shanba kuni mundaq ko'rsatdi. Ukrainani qimmati $200 million harbiy qurol-yarog' bilan ta'minlash qadamini tezlatish. Jumladan tank atar va havo mudofaasi uchun kerak bo'lgan harbiy qurol-yarog'lar bilan ta'minlashni tezlatish. Ukraina hukumat amaldorlariga o'xshashli murojaat qilib, texmo ko'p harbiy qurol-yarog' bilan ta'minlashni, bu qurollar bilan Rossiyaning shiddatli hujumiga taqobil turishni talab qildi. Aqsaray mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden 3-oyning 12-kuni huquq bo'yicha Ukrainani odatdan tashqari bexatarlik yordami bilan ta'minlashni yo'lga qo'yamiz. Huquq bo'yicha prezident huquqi bo'yicha Ukrainani darajadan tashqari bexatarlik yordami bilan ta'minlashni yo'lga qo'yamiz. Amerika hukumatining bir nafar yuqori darajalik amaldori mundaq ko'rsatdi. Prezident Joe Bidenning so'zi darhol Ukrainani yangi harbiy qurol-yarog' bilan ta'minlashga yo'l tuzlabdi. Prezident Joe Biden davlat ishlar kotibi Antony Blinken bilan birlikda bir parcha eslatmada mundaq ko'rsatdi. Chet elga yordam berish qonuni orqali Ukrainani $200 million harbiy qurol-yarog' bilan ta'minlashga qaror qildi. Boshda qisman so'zildik, bu yerda yana so'zildik. Favqulodda ahvol bo'lg'achqa bosh kisi Van Bitorbitining xabari bo'lsa, Amerika ovozining xabari vatandash.